Salom do'stlar, aktyor bo'lishni xohlaysizmi? Bunda JS Production sizga yordam beradi. O'z aktyorlik mahoratingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, hoziroq qo'ng'iroq qiling. Telefon raqamlari kommentariyada joylashgan. Assalomu alaykum, Nozim aka. Alaykum assalom. O'tir. Nima gap? Nima bo'ldi? Nodir aka bilan gaplashdingmi? Kozim aka, Nodir akaga siz aytgandek hammasini tushuntirdim. Yaxshi. Bu ish ishqilib sirliq yopilsa bo'ldi. Shu ishni silliq bitirsangiz, Kozim aka klubni sizga butunlay berar ekan deb aytdim. Bu gapimdan keyin nimagadir kulib qo'ydi. Kozim aka, sog'lig'ingiz borgan sari yomonlashyapti. Balki biror chet elga borib davolanib kelarsiz. Sog'ligimdan xavotir olma. Nasib qilsa tuzalib ketarman. Balkim. Kozim aka, bu hovlida nima qilasiz yashab? Siz kafening ishlari, klubning ishlari, zavodning ishlari qolib ketyapti. Bu hovli ota-onamdan qolgan yodgorlik. Kecha tunda Zafarni video kameraga tushib qolgan videosini o'chirdim deb aytdi. Yana o'chirdim yo'qmi bilmadim. Nodir aka menimcha tasmani o'chirmagan. Sizga qarshi birorta ish qilmasa bo'ldi. Kozim aka, ko'chadagi bolalarning aytishiga qaraganda Nodir aka qora doriga yamarlashayotgan ekan. Nodir akam bilan ko'p qiyinchiliklar ko'rganmiz. U ko'p sirlarimni biladi. Agar o'sha tasvirni o'chirmagan bo'lsa, o'sha jasad yoniga qo'shib uni ham ko'maman. Lekin siz aytayotgan reja ish bermasa, ertaga mana shuni chiqsa, bizgacha yetib kelmasligi kim kafolat beradi? Shu paytgacha men bilan qilgan ishlaringdan biror muammo chiqdimi? Yo'q, chiqmadi. Bo'ldi, bundan bu yoqga ham muammo chiqmaydi. Sen men aytgandek bajarsang, hammasi yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p aka, bajaramiz.
siz nima desangiz shu aka. Bu yarmi. Ish bitgandan keyin qolganini beraman. Tushundingmi? Xo'p aka, men hoziroq ishga kirishaman. Jasad sovib qolmasdan tezroq ko'mish kerak. Bo'lmasam hidi chiqadi. Murod, jasad soviganiga 10 soat qolgan. Mana bu moshinani keladi. Burada moshinani bagajda. Jasadni yaxshilab to'g'rilang. Shunda sasimaydi. Bolalarga yaxshilab tushuntiring. Ishni xom qilmasin. Bolalardan xotir olmang. Ular bilmaydi. Bo'ldi, faqat ehtiyot bo'l. Men bora qolay. Yana ish bitirish kerak. Voy, tinchmi? Shaxsan yaxshimisiz? Nima yapli o'zi? Yaxshi, rahmat. Qara. Eski doringdan yo'qmi? Aka, eski doridan bor. Lekin qarzingizni hali ham to'lamadingiz. Qachon to'laysiz? Menga qara ukan. Men seni biror marta aldaganmanmi? Yo'q, aldamagansiz aka. Bo'ldi. Nima muammo unda? Yo, nima ishonmayapsanmi? Yo'q aka, gap ishonish, ishonmaslikda emas. Shunchaki qarzingiz ko'payib ketyapti. Men ham bu dorilarni tekinga olmayman. Pulini to'layman, keyin olaman. Menga qara ukan. Sen qayerdan olayotganingni ham, kim berayotganini ham, qancha foyda olayotganingni ham bilaman. Men qarz bo'lib qolsam, joyida uzaman qarzimni. Qo'rqma undan. Yo'q, bratan, qarzga bera olmayman. Siz qarz bo'lasiz, keyin boshqasi qarz bo'ladi. Oxir oqibat qarzini bera olmasdan meni aldaydiganlar ko'payib ketyapti. Shuning uchun pulingiz bo'lsa oling, bo'lmasa yo'q aka. Qanaqa tushundingiz aka? Yo'q. Rostdan berish niyating yo'qmi? Yo'q aka. O menga qaramara. Tez dorini cho'zmasa bo'yningdan qon chiqaraveraman. Tezlash. Buniki. Shundoq bo'lsin. Pulni qaytarib olasan. So'rib o'tdan. Shu ishni olib bekor qildik-da. Ertaga muammo chiqmasa bo'ldi edi. Menga qara, Fazliddin. Men nima ish qilayotganimni juda yaxshi bilaman. Kim bilan ishlayotganimni ham juda yaxshi bilaman. Undan tashqari o'sha bu ishni olib qo'ydik. Aslashni ham hojati yo'q. Ishni bitirish kerak bo'ldi. Tushundingmi? O'zi bir marta shunaqa vaziyatga tushgan edik. Zo'rg'a qutulib chiqib ketganmiz. Bu safar ham tergovchilar titkilab bizani oldimizga kelishmasligiga kim kafolat beradi? Nima? Meni ahmoq deb o'ylaysanmi? Sani miying kelgan narsa meni miyam kelmaganmi? Men bitta ishni boshlashdan oldin puxta o'ylab, iz qoldirmasdan ish tugataman. Tushundingmi? Nodir aka bilan shu paytgacha nima ish qilsa ham shu paytgacha pand yemaganman. Mabodo pand yesam ham shu odam meni qutqargan. Bularga ishonsa bo'ladi. Ha mayli. O'zing bilasan.
chaqirtirganmisiz farzandniga? Ha, chaqirtirgan edim. Senga juda nozik ish bor. Nozik ishmi, og'ir ishmi qilaveramiz, aka. Hozir Rustam aka senga tushuntiradi. Yaxshilab qulog'ingga quyib ol uni gaplarini. Rustam, Menga qara. Ani ko'chadagi dori-pora ishlaringni yig'ishtirib tur. Meni yaxshilab eshit. Nima deyotganimni yaxshilab eshitib, qulog'ingga quyib ol. Tushundingmi? Bo'ldi, lekin ko'chada chala qolgan ishlarim bor edi-da. Ko'cha-ko'cha ishlaringni yig'ishtirib tur. Hozir yonib turgan ish bor. Tushundingmi? Bo'ldi, aka. Tiliga mahkam, indamay ish bajaragan bolalaring bormi? Ishonchli bolalar bormi? Bor aka, bir ikkitasi. Menga bitta ikkitasi kerak emas. Ishni indamay bajaradigan bolalar kerak. Bormi shunaqa bolalar? Bor aka, bor. Yaxshi. Mana bu qog'ozni ol. Husan, gapimni yaxshilab eshit. Senga qisqa lo'nda tushuntiraman. Xullas, bitta kimyoviy modda bor. O'sha narsani yo'qotish kerak. Bitta qora salafanga o'rab qo'yilgan. Og'irligi taxminan 50 kilo chiqadi. Shu narsani shahar chetiga borib, hech kim yo'q joyga ko'mib kelish kerak. Manzil qo'lingdagi qog'ozga yozilgan. Shu arzimagan kichkina ishni qila olasanmi? Ha, bo'ldi aka, bajaramiz. Lekin qanaqa u kimyoviy modda? Sen bola ish qilasan yo savol beraverasan? Bo'ldi aka, bo'ldi, uzr. Sen gaplarimni yaxshilab eshit. Shu salafani ochsang, o'lasan. Bolalaring ham ochsa, bolalaring ham o'ladi. Sen ham o'lasan. Tushundingmi? Bo'ldi aka, bo'ldi, tushundim. Mabodo qiziqib ham ochib ko'rmalaring. Ichida zaharli modda bor. Tushundingmi? Tushunarli aka, tushunarli. Bugunoq shu kecha bu ish bitishi kerak. Bolalaringga yaxshilab tushuntirib qo'y. Shu qog'ozda manzil yozilgan. Reja yozilgan. Tushundingmi? Tushunarli aka, tushunarli. Mana bu pul. Shu ishga ishlatasan. Ehtiyot bo'lgan. Xato qilsang, kiragan joyga o'zing kirib ketasan. Bo'ldi aka, bu yoqdan xavotirlanmang. o'zingni ehtiyot qil, ishingni puxta qil, ehtiyot bo'l. Senga ruxsat. Bo'l. Xo'p bo'ladi. Ish qilib, ishimiz oxiri baxayr bo'lsin. Xotirona hammasi joyida bo'ladi. Mana bu sana ulushing. Bu yerda aytganingdek juda mo'may pul. O'zingnikichi. Bu shu ishni haqqisi. Sana haqli. O'zimga ish bitgandan keyin nodirga ovuraman. Ha, mayli. O'zing bilasan.
Mana bu nima bu? Men ichdaman. Lekin bunaqa qizlar chakmayman. Kecha xonani topib oldim. Ha? Endi kim yaxshi-yu, kim yomon odam? Yaxshimisan Bahrom, charchamayapsanmi? Ha aka, hormang, yaxshimisiz? Xullas Bahrom, bitta soqqoli ish bor, qilasanmi? Bo'ldi aka, nima ish ekan? Xullas bitta kimyoviy chiqindi bor, qopga ortib qo'yganman. O'sha narsani shahar chetiga borib, ehtiyot bo'lib ko'mib kelish kerak. Agar shu ishni qilaman desang, o'zingga ol shu ishni. Lekin bu ishni bu kecha bitirish kerak, juda ham zarur. Bo'ldi, brat. Og'ir ish emas ekan-u, qilvoramiz, bemalol. Agar yonimga kelsang, senga bu ishni to'liq tushuntiraman. Ha, aytgancha o'zing bilan mashina ham olib olgin. Keyin 2-3 ta ishonchli bolalar ham topgin. Faqat og'ziga mahkam, ishiga puxta bolalar topgin. Erta tag'in bizga muammo chiqarmasin. Tushundingmi? Bo'ldi aka, bugun hal qilamiz. Bitta ikkita ishonarli og'aynim ham bor. Bittasini mashinasi ham bor. Muammo yo'q. Ishiga puxta, ehtiyotkor bolalar topgin. Bolalarni topgandan keyin darhol ko'rishamiz. Soqqadan chiqargan muammo bo'lmaydi. Yaxshigina pul ishlab olasan. Bo'ldi aka, hoziroq ishga kirishamiz, muammo yo'q. Bu ish juda nozik, ehtiyot bajarish kerak. Bo'ldi aka, xo'p, hozir gaplashaman. Bo'ldi, men senga ishondim. Xullas, shu narsani shahar chetiga olib borib ko'mib yuborish kerak. Hech kim ko'rishi, bilishi kerak emas. Bo'ldi aka, bajaramiz, muammosi yo'q. Aka, bu aytganingiz o'zi rostdan ham kimyoviy moddami? Lekin unaqaga o'xshamayapti. Agar meni gapimga ishonmayotgan bo'lsang, ochib tekshirib ko'r. Lekin bu paketni yirtib ochgandan keyin zaharlanib o'lishing mumkin. Men unga kafolat bermayman. Ishonmasalaring, tekshirib ko'ruvlaring, menga farqi yo'q. Qo'lingdan kelsa qillaring. Bo'lmasa, boshqa odam topaman. Bo'ldi aka. O'zimiz ko'ramiz. Muammo yo'q. Lekin soqqasi qanaqa bo'ladi endi? Bu yerda 2000. Buni bo'lishib olasanlar o'zlaring. O'sha gapimni yana qaytaraman. Hech kim ko'rmasin, hech kim bilmasin. Ehtiyot bo'lib xalqib kellaring. Tushundilaringmi? Bo'ldi aka. Bo'lmasa bizni ishga kirishaveraylik. Kechasi bor o'sha manzilda eplab kelamiz. Bo'lmasa davay, ishga kirishlaring. Yotib turinglar, hozir kelaman. Aka, charchamang, bizga ketdi, endi ishga kirishamiz. Bildilaringni, ehtiyot bo'llaring. Bo'lsa, kirib ketasanlar. Ishonsangiz bo'ladi aka. Bolalar ham o'zimizdan ishonchli bo'ldi. Siz ishga kirishdi unda aka, charchamang. Jo'ra, moshinani kalitini ber, men o'zim haydayman. Yaxshi bo'ldi o'rtoq, o'zi xavotirlanib o'tirgandim. Ma. Bahrom, men bir narsaga tushuna olmayapman. Bu zaharli modda bo'lsa, nega suvga oqizib yuborishmadi? Kimyoviy modda deyishdi-yu. Suvga tashishda zaharlanadi. O'shaning uchun
qo'ya qolamiz. Bahrom, bizga ish buyurgan bolani sen qayerdan taniysan? Men uni tanimayman. U meni taniydi. Bahrom, shu akangni menga turqi yoqmadi-da. Qanaqadir shubhali odamga o'xshaydi. Shubhali emasmi? Nima farqi bor? Zato Narmani soqqali bo'ldik-ku. Bilmadim. Shu ishga aralashib bekor qilding-da. Nimagadir ko'nglim xijil bo'lyapti. Xavotirlanma. Hech narsa bo'lmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tashlab kelamiz deb bo'ldi. Mayli. Ish qilib, oxiri baxayr bo'lsin-da. Anu Jafar boru, o'zini ishini bilib qilsan. Bizdan ishga aralashmasin. To'g'ri aytasan. Agar yana bir marta bizdan ishga aralashsa, men u bilan o'zim boshqacha gaplashaman. Keldingmi? Keldim. Nima bo'ldi? Do'ston aka siz aytganda 3 ta bola topdim. Qog'ozga yozilganda ularga tushuntirdim. Hozir ular yo'lga chiqqan. Bu kecha bu ish hal bo'ladi. Bolalaring uyaltirib qo'ymaydimi? Yo'q, ularga ishonsa bo'ladi. Qara. Agar uyaltirib qo'ysa, sen ham ketasan. Tushundim. Bilasan-a? Tushundim. Demak, bu ish 1-2 soatda bitadi. Bitadi. Xo'p, yaxshi. Men ozgina dam olib olay. O'zing bir nazorat qilib turasan. Ketdim. Qanaqadir muammo chiqsa telefon qilasan. Xo'p. Fazliddin aka, o'zi qopning ichida nima bor edi? Kimyoviy moddaga o'xshamadi. Bu xaltada odam jasadi bor edi. Jasad? Hali yana ancha yuramizmi? Mana senga bergan qog'ozi bo'yicha yuribman-ku. Shahar chetiga menimcha hali ancha bor. Ha, tushunarli. Xuddi yo'l uzoqdek ko'rinyapti-da menga. Uzoqmi, yaqinmi? Nima farqi bor? Tonggacha shu ishni hal qilib qo'yamiz. Og'ayni? Qo'lingga nima bo'ldi? Qon bo'ldimi? Men bilganim yo'q, qayerdan bo'ldi bu? Meni ham qo'lim qon-ku. Bu bagajdagi kimyoviy modda qo'limizga urib qolmadimi? Bu zaharmi bu? Yo'q, qanaqadir kimyoviy moddami? Bu rostdan ham kimyoviy moddami bu? Nima bu? Nimaga bu qo'limizga o'tib qoldi? Qanaqa zaharmi bu? Nima bu? Qonga o'xshaydi-ku bu. Yo'qmi qilma. Sovotganlik haqida til o'rgandirimizda. Bu qon bu, hech qanaqa kimyoviy modda emas bu. Jalom, sen ham qo'lingni qarachi, qon emasmi? Ha, meni ham qo'llarim qon. Ey Xudoyim. Nimasi bu? O'rtoq menga qaragin. Bu narsani tekshirib ko'rish kerak. Bu kimyoviy moddaga o'xshamaydi bu. Bilmadim, bu qonga o'xshaydi bu. Bu qon bu. Men aytgandim boyiga olganam, qanaqadir shubhali, bu yerda nimadir bor. Bu yerda nimadir bor. Bu hech qanaqa kimyoviy modda emas, o'rtoq bu. Bo'ldi, xiyri. Navchi voqima qilaversan, rullamaman sen bo'li. Kimyoviy modda dedi-ku. Yo'q, og'ayni mashinani to'xtat, bu yerda nimadir gap bor. Bu hech qanaqa kimyoviy modda emas. Jasad bo'lsa-chi? Haqiqatan ham balki shunday ham bo'lishi mumkin. Bizani qanaqa ishga aralashtirib qo'yding? Nima bor? Nima bo'lishi mumkin bu bagajdagi? Nimaga qo'limiz qizil qon bo'yotibdi? Diyor, bo'ldi qiyin. Tonggacha bitiramiz shu ishni. Aytom meni kimyoviy modda dedi. Ko'rding-ku o'zing, ko'tarding shuni. Aytom meni ham til o'rgandirsan sovotganda. Bo'ldi qiyin. Bizni nimaga aralashtirding, Bahrom?
Bo'lliqing nima uchun kerak doktoringizlar etti. O boshini aytish kerak edi, men qo'shilmayman deb. Qo'shilmayman oxirgacha borasanlar endi. Doktor ham aytdi, o'laymas u. Kimyoviy modda juda yo'q. Necha marta qaytarsanlarga. Sen ketaylik shu yerda, eson-omon qutaylik shundan tez-tez. Bo'lliqlaring. Yo'q, qo'yingni. To'xtat, hozir mashinani to'xtat. Yo'q, to'xtatmayman, ozgina qoldi o'zi. Og'ayni, to'xtat, iltimos qilaman sendan. To'xtatib olmasdan mashinani. Yo'q, nimaga endi qo'rqoqlik qo'ysan? Boshlading oxirigacha borasan endi. Bu yo'lda oxirgi joyga bosib bo'ldik. Qo'yib kirish kerak bo'ldi. Yo'q, og'ayni, to'xtat mashinani. Hozirroq to'xtat mashinani. Hozir bo'lmasa men o'zim mashinadan tushib qolaman. Sen bizani nimaga aralashtirding? Qanaqadir pesh tursin, pulni deb kirib ketib qolamiz og'ayni. To'xtat devoman mashinani senga. Nima bu qo'limizdagi narsalar? Qon bu, qon. Men o'lgim kelmayapti, Bahrom, qamalgim kelmayapti, tushunyapsanmi? To'xtat mashinani. Ikkalingni ham qo'rqoq ekansanlar. Kezali. Tash mashinadan ikkalingni. Cho'chosizlar. Boshladilaringmi? Oxirigacha borish kerak edi. Bo'lsa boshida yo'q deyish kerak edi. Bu hech qanaqa kimyoviy modda emas, Bahrom. Bahrom, o'zing qanaqa jasad bu? Sanlar birga sondilaring, ko'ruvdilaring. Bahrom, Kel ko'rsataman. Mana, kesdingmi shuni? Kesdingmi? Hozir kessam, kimyoviy modda bo'lsa, uchalamiz ham joyida o'lamiz. Tushunyapsanmi sen? Men rostman olib ketishga, o't.